Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Bugun Andijon viloyati Baliqchi tumaniga kelganmiz. Baliqchi tuman markazida, sentrida biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan Umidjon akamning xonadonlaridamiz. Umidjon akamga xuddi shu holatda 4 ta rom, 5 ta eshik olib kelib berganmiz. 5 ta eshigimizdan 4 tasi bir qanotli, bittasi 2 qanotli. Bu uyimizning tashqari tomonda ikkinchi etajdagi holati. Men hozir sizlarga to'liq obzorlarni bir qator ko'rsatib beraman. Qo'ldan kelgancha Xudo xohlasa chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xo'sh, eshikdan kirishimizda bizda ikkita bir xilda eshigimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. 70 ga, balandligi 220. Bularimiz banyan eshiklari. Zerkli ayna solingan. Bir tomoni ko'zgu, bir tomoniga oddiy ayna qo'yib berganmiz. Shotlankada qo'yib berganmiz. Gold svetda 8 lik, o'rtasiga katta tosh gul, tepa-pastiga Galaxy kichkina guldan foydalanganmiz. Shotlankamizni bu fasonda akamiz o'zlari tanlagan. Xo'sh, romlarimiz 1.40 ga, balandligi 1.50. Xuddi shu holatda 4 ta bir xilda romimiz kelgan. Aynalari 2 qavat yo'diviy bo'lgan. Xo'p, shotlanka to'qilgan romlarda hammasiga o'rtasiga katta tosh gul, tepa-pastiga kichkina gold svetda. Xo'sh, eshigimiz 90 ga, balandligi 220. Ko'rishingiz mumkin. Ichkariga chap tomonga ochilgan panorama holatda shotlankalargacha to'qib tayyorlab qilib berganmiz. Eshigimiz ochilib yopilishlari ko'rishingiz mumkin. Juda ham cho'tka holatda. Profilimiz Cross Aluminal 91 Dupmakko svetida. Xo'sh. Bu romimiz ham uzr eshigimiz 90 ga 220. Ikkita bir xilda eshik. Video kachествоsi past chiqayotgan bo'lsa, uning uchun uzr so'raymiz, chunki ancha kech qolib ketib qoldik. Shuni hisobiga yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Xudo xohlasa, olib kelib ishlarni tugatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Eshigimiz ochilib yopilishlari juda ham cho'tka holatda bo'ladi va qulflanishlari hamma yo'q o'zining holatida. Xo'p, undan tashqari romlarimizga Akplasdan Dupmakko o'zining rangida ko'rishingiz mumkin. Patagonga qo'yib berganmiz 25 lik, ikki tomoniga 5 dan, oldiga 4 sm dan chiqarib berganmiz. Romlarimizning hammasi o'rtadan bittasi ochiladigan bo'lgan. Xo'sh, bu yerda oxirgisi eshigimiz 1.20 ga 2.40. Buni ochib yopib beraman, lekin ochilib yopilishlari, qulflanishlari hamma yo'q joy-joyida bo'lgan sababli shotidan chiqib obzor olish kerak, to'g'ri tushunasizlar. Xudo xohlasa bekamikoz bo'lib tugadi. Xo'p, bu obyektimiz общий 21 ming so'mga tushdi. Addeniy narxlarini aytib berishga harakat qilaman. 1.40 ga 1.50, xuddi mana shu fasonda 2 qavat yo'diviyanik, patagonnik, shotlanka gullari bilan. 2.500 2 million so'm, 2.600 ming so'm atrofida. 90 ga 220 lik eshiklarimiz xuddi mana shu holatda, shotlanka gullari panorama holatda. 2.200 2.300 ming so'm atrofida chiqadi. Va panellarimiz eshigi zerkli ayna bo'lgan. Ularimiz 1.900 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu eshigimiz 2.500 2.600 ming so'm atrofida. Xudo xohlasa bugungi montajimiz o'z vaqtida kelib o'rnadi. Umidjon aka, bizni videoda ko'rayotgan bo'lsangiz aka, yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga nasib qilsin. Qubboshfa bilan qoling, Qubboshfa doimo sizlar bilan, joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.